Azizlarim, men bugun sizlarga faqatgina bitta mahsulotimiz haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Mana bu mahsulotimiz aktivator kletki nomi bilan bizni o'lik hujayralarimizni uyg'otib beradigan, bizni yoshartiradigan, sochlarimizni oqini qoraga aylantiradigan, shunaqa zo'r o'sha natijalar bo'lyapti. Hatto siz bilan biz bilgan eng strashniy kasalliklardan gangrena, psoriaz, vitiligo kabi teri kasalliklardan ham juda zo'r natijalar oldik. Bu uyda ishlatiladigan, juda ham oson, juda ham oddiy, xuddi fenga o'xshagan, mana shunday ishlatasiz. Biz hatto mana har oy sayohatlarga chiqqanimizda buni mana bunday qilib sumочkamizga solib olib yuramiz azizlarim. Chunki shamollab qolamizmi yoki o't-bo'timiz og'rib qoladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar biz mana shu mahsulotimizni albatta ishlatamiz. Misol uchun, agar sizda jenskiy problema bo'lsa, albatta buni ishlatishdan oldin bir stakan iliq suv ichiladi va kaftdan, keyin stapadan, oyoq tegini, keyin mana bu bosh tepa qismida ishlatiladi va boshqa organizmni hamma tomonlariga ishlatasiz. Именно o'sha qatzda muammo bo'lsa, oxirgi 3-4 minut, masalan, agar jenskiy problemangiz bo'lsa, kindik atrofida ishlatiladi. Agar pochkangizda muammo bo'lsa, pochkangizda oxirgi 3 minut ishlatiladi va albatta bittani o'zida siz natijani his qilasiz.